O'zbekcha xush kelibsiz deb siz ham o'yla. O g'alati emasmi? Kosovsoy shahriga gigant razmerdagi bitta premium sifatdagi darvozamiz o'rnida sifatiga baho berasizlar. Bu xonadonning fasoniga bunaqa darvozalar tushmaydi deb bizdan oldingi darvozachilar maslahat berishgan. Bu maslahatlari xonadon egalariga yoqmagan va meni chaqirishdi va bu darvozani klient bilan tanladik. Darvozani yasab kelib o'rnatdik. Darvoza xonadonning fasoniga bir-biriga tushganmi, tushmaganmi izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Darvozaning materiali 3 qavat 1.8 listdan bo'lgan, orqa tomoni ham tekis bo'lgan. Profil bilan listi orasidagi chokka ustidan 2ga 1 kvadrat qo'yganmiz. Sabab shpakilovka yoki svarka qilgan holatda ham baribir trashina berish mumkin. Shuni yo'qotish maqsadida fonni aylantirib ramkasiga profil qo'yib chiqqanmiz. Narx bo'yicha qanaqaga? Qimmatmi, arzonmi? Narx endi o'ziga yarashadi, nimasiga yarasha, shu mehnatga yarasha bo'lgan. Yaxshi narsa arzon bo'lmaydi, to'g'rimi o'zi? Yaxshi narsa arzon bo'lmaydi haqiqatda. O'zi narxi ham o'ziga yarasha bo'lgan. Tavsiya qila olasizmi? Tavsiya qila olasan. Bergan pulingizdan rozi bo'ling. Yaxshi kunlarga bu darvozaning orqasida faqat yaxshiliklar bo'lsin. Xursandchilikda kelib ochib yopishlikni Xudo nasib qilsin. Alloh razı olsun. Salomat bo'ling. Siz yoshingizga kelib yuraylik biz ham. Rahmat aka. Salomat bo'ling. Cho'qlar yuringlar. Rahmat. Cho'yimiz tayyor. Qanday sog' bo'lsin.